Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz, muhterem qarindoshlar, dünyanın her qaysi joylarida muhacirette, musafirlikda yaşayotgan aziz dostlarım. Bugün biz Germaniyanın München şehrinde hakimiz Abdücelil Turan, yani bütün muhaciret yaşayotgan qarindoshlarga ma'lumotliq vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqimizni biladigan bizimki meşhur şahıslarımızdan matbaaga, nashriyotga Sharq Turkiston xalqining shu kitap meseleleri, o'quv, o'qitish, adabiyot shu meseleleriga burundan uzun yildan beri xizmat qilayotgan akimiz Abdücelil Turan akimiz bilan bir yerda bo'lib bu ikramni ochdik. Maqsad bütün Sharq Turkistonlik muhacir qarindoshlarımizga bir ümit yüzünden yakından beri ilip beriyotgan faoliyatimiz kitap okuş faaliyeti, yani kitap okuşunu kızgın götürüş için xalqimizningki zihin sınash musobaqasi o'rinlashtirdik. İkinci qitimliq zihin sınash musobaqasi aldığımızdaki cuma günü kechda ilib berildi. Şu münasebet bilen akimiz Abdücelil Turan akimiz bilen söhbet ish o'tiribdimiz. Ben qisqacha tanıştırıp koysam, özünü özü qisqacha tanıştırsalar desem hammaylar bildi, men tanıştırmasam bo'ldi dedi. Yani Xoten şehirde dünyaya kelgan kişi 1958 yılı. Uzun yıldan beri chet elda muhacirat yaşadı. Ko'pinchimiz bilamiz. Eng muhim narsa xizmat qilayotgan shaxslardan birisi. Eng muhimi bular bir millatningki idi aqartish harakatidagi eng yadroliq kuch bo'lgan ma'rif va shu nashriyat, matbaa xizmatini eng ching tutib kelayotgan va asosli shaxslardan birisi bo'lganligi uchun bugun bu yerda qarindoshlar bilan ham suhbat bo'laylik dedik. Aldığımızda bu zihin sınash musobaqasi var. Bu musobaqani biz hozir mukofot so'mimizdan puli bilan qilyapmiz, ammo yana maslahatli orqali yani kitap mukofot berishni o'ylashib Abdücelil Turan akimizga men buni taklif qildim. Abdücelil hajim buni nihoyat qizg'inlik bilan qabul qilgan bo'ldi ve bizga 100 tal kitap shu 2 yoki 3 qitimliq zihin sınash musobaqasining mukofotini o'z qo'lim bilan kitapxonamda men taqdim berman. Shu mukofotga erishuvchi qarindoshlarga men hadiya qilaman dedi. Men so'zni akimizga bersam, bir salomini qilib so'zni olsam. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bu hozirgi Uyg'ur qarindoshlik sistemasi. Uyg'ur qarindoshlik sistemasi uyushtirgan bu zihin sınash musobaqasining mukofotiga tasdiqlash uchun biz Teknologiya Uyg'ur nashriyatidan har xil mazmundagi diniy, siyosiy, tarixiy, türdeki kitapların 100 tane kitap biz sizler bu musobaqada muvaffaqiyatli qatnashganlar uchun sizlarga 100 tane kitap biz taqdim qilib bo'ldik. Qabul qilgaysizlar. Teknomakan Uyg'ur nashriyati. Yani Abdücelil akimizning Teknomakan Uyg'ur nashriyati ismidagi kitapxonasi bor. O'rni nerede? İstanbul'un Zeytinburnu'nda. Türkiye'deki aşağıdan bir ayla. Başka yerdeki kaysımız muvaffak olsa aşağıdan koştular. Bo'ladi. Laqoz biz inşallah aldığımız zihin sınash musobaqalarida şu Abdücelil Turan akimizning bizga hadiya qilgan, yani şu mukofotga erishuvchilarga hadiya qilgan 100 dan kitobini biz Turkiyadagilar şu Teknomakan Uyg'ur nashriyatining qarmog'idagi o kitapxonadan ilib oladi Zeytinburnu'da. Ve başka devlette netice erişken qarindoshlar bo'lib qolsa, biz pochta orqali shu qarindoshlarga keyingi qadamliq zihin sınash musobaqalarining so'mmasini, ya'ni kitap hadiyasini biz u orqali yetkazib beramiz. Hammadan Allah razı olsun. Abdücelil akimizdan Allah razı olsun. İnşallah yana bir qadamliq so'zligini o'g'limdan bir grammat ko'rishimiz.